Amerikadagi deportatsiya endi boshlanadi va nishon ostida aynan O'rta Osiyo. Birodarlar, hech kim uchun sir emas, bundan oldin nishon ostida aynan meksikanislar edi, latinoamerikanislar. Bizni birodarimizni terrorizmga ayblab O'zbekiston qidiruvga berilgan degan bahona bilan ICE ofitserlar qo'lga olishgan. Lekin aslida hech qanaqa rasmiy manba, rasmiy xabar bu erkak qilgan qilmishidan yoki buni rozıska berganligidan hech qayerda yo'q. Shu xolosmi degim keladi, lekin bu birodarimiz esa narx 5 ta prava bilan trakni o'zidan qo'lga olingan. Bu albatta Amerikaning qonunchiligiga to'g'ri kelmaydi va bu hodisalardan keyin aynan O'rta Osiyoga, o'zbeklarga e'tibor baland bo'lyapti. Faqat bizni yurtdoshlarimizmi deysiz? Bu esa ikkita qirg'izistonlik para, ular qimmat posilkalarni o'g'irlash bilan ovora bo'lgan payt ushlangan. Ya'ni bilmadim, dastavka qilgan payt eshigini oldidan o'g'irlashganmi yoki aynan skladni o'zidan. Va bundan ortiq juda ko'p hodisalar aynan rus zaboni yoki O'rta Osiyo davlatlarining odamlari, insonlari qilganligi uchun aynan nishon ostiga O'rta Osiyo tushishi mumkin.